Hammaga assalomu alaykum. Team Stars rubrikasi doirasida Sultonbek Xushbakov Timo universitetining birinchi kurs talabasi bilan suhbatlashamiz. Tekin taklif beraman. Hammani oldi etmayman. Sizga hozir juda katta mentorni olish imkoniyati paydo bo'ldi. Nadira startapning asoschisi hozirgi kunda $1 million ga baholangan haqida batafsil suhbatlashamiz. Sultonbek, avval tabriklayman. O'sha Zo'r TVga borgan taqdimot loyihasi bo'yicha ozgina gapirib bersangiz, nimalar bo'ldi, nima qiziq bo'ldi va qanday tajribaga ega bo'ldingiz? Avvalom rahmat. Men u yerga qanaqa tushdim? Men u yerga mingdan ortiq startaplar bilan kurashdim. O'zim loyiham mana shu taqdimotga olib chiqish, bunaqa O'zbekistondagi eng yirik biznesmenlarga ko'rsatish uchun bu juda ham oson bo'lmadi. Kechgacha kastinglarda o'tirib va tayyorgarlik bo'ldi. U yerda mentorlarni anosini olib, qanaqa u yerga chiqishimiz kerak, qanaqa gapirishimiz kerak, qanaqa ular bilan savdolashishimiz kerak. Bu juda ham qiyin bo'ldi. 1000 ta odam uchun faqat bizga chiqishimiz, o'zi loyihani olib chiqishimiz komanda bilan. Sultonbek, o'zi bu g'oya qayerdan keldi va o'zi g'oyangiz haqida qisqacha gapirib bersangiz? Men bu g'oya qayerdan keldi? Avvalambor bu g'oya menga Uzum kompaniyasini qaradim. Ularga men Uzumga o'xshagan katta kompaniya qurish orzuyim bor edi. Keyin men Uzumga o'xshagan kompaniya qanaqa qilib uni oddiyroq variantini chiqarsam bo'ladi deb o'yladim va bu e-commerce bozorini va boshqa davlatlarda qanaqa analoglar bor qidirdim. Va men shuni Xitoyda shunaqa jonli efirlar orqali, videolar orqali sotuv rivojlanganini ko'rib, men O'zbekistonga shuni olib kelaman deb qaror qildim. O'zi pitch qilish juda ham qiyin. Men ham bir marta pitch qilganimda oddiy odamlarni ko'rsam hayajonlanardim. Siz o'sha payt pitch qilayotganingizda juda ham ko'p tadbirkorlar bor edi. Jahongir aka va ko'p tadbirkorlar bor edi. Eng qiyin va eng qiziqarli nima jarayon bo'ldi? Bu yerda eng qiyin bo'lgani bu albatta hayajon. Bu yerda pitch qilayotganda eng muhimi men o'ylaymanki, founder uchun, asoschi uchun o'zini yoritib berish. Aynan bu odam mana shu narsani qila olishi va mentalni bu narsaga tayyor turish. Masalan, ko'p founderlar bo'ladi, zo'r pitch qilib berishi mumkin, orqasida savollar berganda sinib qolishi mumkin-da. Va bu narsani qilmaslikka bu uverni u yerda gapirish kerak edi. Bu yerda eng qiyin bo'lgan narsa menga mentalni tayyor bo'lishim kerak edi. U yerda emotsional holatda hamma narsaga tayyor bo'lib, har qanday savolga javob berish olishim kerak edi. O'zim yo'qotib qo'ymasdan. Siz Timo universitetining birinchi kurs talabasisiz. Pitch qilayotganingizda, startup qilayotganingizda Timo universitetining darslari yoki faoliyati qanaqa yordam beradi sizga? Menga Timo universiteti qanaqa yordam berdi? Eng muhimi bu yerda networking. Chunki men bironta katta biznesmenlar yoniga borayotganimda, o'zim haqimda gapirayotganimda aytamanki, ismim Sultonbek, yoshim 18 da, Timo universiteti talabasiman. Bu agar sen Timda o'qiysanmi deyishadi menga. Chunki bilamanki, men shu narsani bildim, investorlarning yonida ham va katta biznesmenlar yonida ham bu Timo universitetining obro'si katta. Bu degani siz yaxshi joyda o'qiysiz va yaxshi ta'lim olasiz va sizda mentorlaringiz bor. O'sha taqdimot loyihasida Jahongir Ortiqxo'jayev sizga mentorligini taqdim qildilar. Hozirda loyihangizda qanday rejalari bor? Nima qilmoqchisiz? Avvalambor birinchi o'rinda investitsiya chaqirish va bu O'zbekistonda juda ham katta o'rinni egallantirish va Timda olgan bilimlarim orqali bu kompaniya juda ham katta kompaniya qilish keyingi 5 yilda Central Aziya uchun. Zo'r, biz Timo universitetida bunday talabalar bilan faxrlanamiz va universitet tomonidan biz har qanday yordam berishga tayyormiz. Sultonbek, avvalambor sizga rahmat va omad tilab qolamiz. Rahmat.